faqat qaynatib ichsa bo'yni o'stiradi deb ma'lumot beraverib ezishib yordimi sizlarni? O'rtoqlar, buni sirlarini aytib beraman sizlarga. Shaxsan Said Olimxon do'stlaringizdan eshitasizlar. Jin davolaydigan haqiqiy insonni do'sti. Birinchi, issiq quruq odamlarga bosh og'rig'ini, og'iz qurishini, ich ketishini, jigarda qizib ketishligini davolaydi do'stlar. Suv bilan ichish tavsiya beriladi. Ya'ni postsiz. Issiq ho'l odamlarga qon bosimini tushiradi o'rtoqlar. Tanani sovutadi, terilashni bosadi. Namatak choy bilan ichish tavsiya beriladi o'rtoqlar. Sovuq, quruq mizojli odamlarga ruhiy tushkunlikdan butkul chiqaradi. Og'iz qurishi va yo'talni to'xtatadi. Allergik yo'talni mana shuni hisobiga davolanib ichi tuzalganlar mana shuni hisobiga bo'ladi do'stlar. 4-chi, sovuq nam odamlar qorindagi gazni chiqaradi. Qorin dam bo'lmay qoladi. Nutqini to'liq idrok qilishda yordam beradi. Ya'ni gapini butlab gapira olmaydigan insonlar uchun ayni muddao zanjabilli choy bilan tavsiya beriladi do'stlar. Agar buni urug'ini tuyib, asal bilan yeydigan bo'lsa, bo'g'imdagi suyuqliklar kamayganiga shifo bo'ladi do'stlar. Mana sizlarga oddiy jiydani qanaqangi sirli xususiyatlari borligini aytib berdim do'stlar. Sizga hali hech kim bunaqangi xosiyatlarni aytmagan bo'lsa kerak. Menimcha chiroyli, go'zal ma'lumot bo'ldi do'stlarim. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Alloh taolo barchaga shifo bersin.